Salom o'rtoqlar, hozir uyqudan turdim. Turdim emas, uyg'otishdi. Layla qor yog'yapti deb. Rostdan ham layla qor yog'yapti, qaranglar. Mazami? Endi bizga mazami? Layla qor yog'yapti, Surxondaryoda, Sho'rchida. Layla qor, nimaga qo'rqinchlisan, osmonga qarasam. Buram mashinada yakka, ikkalang, ha? Senga savol. Mana bu odam. Och, qo'lingda. Tush. Tush qaniki? Tush. Ha, eshiklargacha qulflab olgansan. Tush. Tush bu yoqqa, yurishingni qara. Tush. Nima qilsan buram mashinada? Ha? Ha? Nima qilsan? Nima qilsan? Nima qilsan? Nima qilyapsan? Och! Meni mashinamda unda ish qilma, meni mashinamda. Qo'lingdan. Meni mashinamda ol dedim. Sesramay gapir uka, sesramay gapir. Mayli, sesramay gapir. Mani xotinim. Seni xotiningga tushib o'tiraman. Aralashishga meni haqqim yo'q, lekin mashinangga mildirdagi nima qilsan? Men she'rdan, men she'rgacha olingan. Men she'rdan kelgan. Boshda tarafim suyagini polnay yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynamozda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyi sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'lim. Voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshidan mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz. Ha, mana shu yerdan beraman. Suvni ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana shu yerga mana oshqozon. Bu ham mana bunaqa bu qonli ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz balam. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'lidan kiymasin balam. Balam uchun to'xtovsiz kurashyapman, to'xtovsiz. Ehson qiladigan yaqinlaringizga mana shu videoni tashlaysiz. Dalolat qilasiz. Sana ehson qil, ey inson. Agar sen shu holatda bo'lganingda nima qilarding? Shukrki, seni holating sog'lom. Mana shu shukr haqqini ado etish uchun ham yordam berib, ehson qilish qo'lingizdan kelmaydimi? O'rtoqlar, mana shu yerda Azizbek Yo'ldoshev nomida 6 ta karta chiqadi. Imkoningiz yetgancha ehson qilasiz, videoni ko'proq odamlarga tarqatasiz, kommentariyada duo qilasiz. Bu videoni biz 48 soatga qo'yamiz. Xudo xolasa sababini qilyapmiz. Natijasi Allohdan. Hech qachon farzandimni bilsin, jon bolajonim.